Toshkentning Mirobod tumanida yirik yong'in yuz berdi. Bugun ertalab soat 11lar atrofida Toshkent shahrining Mirobod tumanida joylashgan Turkiston ko'chasidagi eski vagon ta'mirlash deposida yirik yong'in sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yong'in haqida signal kelib tushgan zahoti 12 ta yong'in o'chirish ekipaji voqea joyiga yetib borgan. Yong'in maydoni qariyb 300 kvadrat metrni tashkil etgan. Olov taxminan 3 soat ichida to'liq nazoratga olingan. Hodisa natijasida inson talofatlari qayd etilmagan, ammo binoning bir qismi jiddiy zararlangan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Mutasaddilar hozirda hodisa sabablari va yetkazilgan moddiy zarar miqdorini aniqlamoqda. Hokimlik vakillari ta'kidlashicha, zararlangan hudud to'liq tozalanib, yaqin kunlarda ta'mirlash ishlari boshlanadi.